15 bab. Bir mezgilden keyin buğday oruç pesli kelgende Şimşon oğlaktan birini ilip ayalını yoklap geldi. Şimşon, men ayalımның hujursiga kirib, uning bilan billa bo'laman, dedi. Biroq qiynatisi uni kirgizmadi. Qiynatisi uningga, men texi seni uningga bak o'ch bo'lib ketdi deb o'ylab, uni sening qo'ldishingga berib etgan. Uning singlisi uningdanmi chiroyli. Ayolingning o'rniga singlisini olg'in, dedi. Şimşon ulağa, bu qitim men Filistiyaliklarga ziyon yetkizsam, mendan ko'manglar, dedi. Shuning bilan Şimşon berib 300 tulka tutib keldi. U mashal tayyorlab, tulkilarni jup-jup qilib, quyruqlarini bir-biriga chetib, chetilgan joylarga birdan mashal qistirdi. U mashalga o't tutashtirib, tulkilarni Filistiyaliklarning itizliqidagi buğdaylikqa qo'yibdi. Shunday qilib o'rilib bo'lgan va texi o'rilib bo'lmagan buğdaylarga o't ketdi. Yana ularning uzumzorlik va zaytunlik bog'larimi ko'yib ketdi. Filistiyaliklar buni kim qildi deb so'rashdi. Buni Timnaliklarning kuyog'li Şimşon qildi. Chunki qiynatisi qizini Şimşonning qo'ldishiga berib etgan ekan, deyishdi. Shuning bilan Filistiyaliklar qo'zg'ilib Şimşonning ayoli va qiynatisini ko'ydirib tashildi. Şimşon Filistiyaliklarga, men qasam qilamanki, bu qilganinglar uchun sizlardan cho'qim qisos olmoqcha bo'ldi qilmayman, dedi. Şimşon ularga hujum qilib, ularni qattiq yarlandirdi va mag'lub qildi. Shuningdan keyin Şimşon Etam degan bir qiyo toshliqdagi o'nkirga kirib, shu yerda yashashga boshladi. Filistiyaliklar Yahuda zeminiga kelib, bargoh qurdi va Lahi degan joyga tarqaldi. Yahuda qabilasidagilar, "Sizlar nima uchun bizga hujum qilisizlar?" deb so'radi. Ular, "Biz Şimşonni bog'lab elib ketimiz. U bizga qanday qilgan bo'lsa, bizmi uningga shunday qilamiz", deyishdi. Shuning bilan Yahuda qabilasidan 3000 odam Etam degan qiyo toshliqdagi o'nkirga kelib, Şimşonga mundaq dedi. "Filistiyaliklarning bizga hukmronlik qilayotganligini bilmamsan. Sen nima uchun bizga ish tepib berisan?" Şimşon ularga, "Ular menga qanday qilgan bo'lsa, menmi ularga shunday qildim", dedi. Yahuda qabilasidagilar uningga, "Biz seni bog'lab Filistiyaliklarga topshirib berish uchun keldik", dedi. Şimşon ularga, "Sizlar meni o'ltirmaslikka qasam qilinglar", dedi. Ular, "Ma'qul, biz faqat seni bog'lab Filistiyaliklarga topshirib beramiz. Seni hargiz o'ltirmaymiz", deyishdi. Shuning bilan ular ikki yangi arg'amchi bilan Şimşonni bog'lab, o'nkirdan elib chiqdi. Şimşon Lahi degan joyga elib kelindi. Filistiyaliklar chuqon sulan silishib, tantana qilishdi. Parvardigorning ruhi Şimşonga kuch qudratda tushib, uning mura bilaklariga bog'langan arg'amchilar xuddi o't tushgan kandirdek uzilib ketdi. U yerdan o'lgili uzun bo'lmagan eshakning joq so'ngikini ilib, Filistiyaliklardan 1000 odamni o'tirib tashildi. Şimşon shundoq dedi. Eshakning joq so'ngikida o'ltirilganlar dövülinib ketdi. Eshakning joq so'ngiki bilan qo'limda o'lganlar 1000ga yetdi. U so'zini tugitib, qo'lidagi so'ngakni tashlab etdi. Shuning bilan u joy Ramat Lahi deb ataldi. Şimşon bek usab ketib, Parvardigorga iltijo qilib mundaq dedi. "Sen xizmatkoring orqali shundoq ulug' qutqizishni boshlagan ekansan. Mening usuzlikdan o'lib, tenimning xatinsizlarning qo'lida qilishini xolamsan. Xudo Lahi degan joyda yerni yerib suv chiqadi. Buloqdan suv itilib chiqdi. Şimşon suvni ichib,
kuch-quvvati asliga keldi. Shuningdan keyin bu buloqning ismi En Akkora deb ataldi. Bu buloq Lahi degan joyda hozirmi bor. Filistiyaliklar hukmronlik qilayotgan davrda Shimshon Isroil xalqiga 20 yil sardor bo'ldi.